Salom, hozirgina Telegramda bitta qiziq savolni ko'rib qoldim. Egizaklardan biri kasal bo'lib qolganda, uning ikkinchisi ham o'zini noqulay his qiladi va deyarli kasal bo'lib qoladi va bunga ilm-fan nima deydi? Aslida bu tushuncha juda keng tarqalgan va ilm-fanda twin connection, ya'ni egizaklar aloqasi deb ataladi. Bu fenomen bilan olimlar juda ko'p yillardan beri qiziqib kelishgan, lekin afsuski ilm-fan bunga bitta aniq javob bera olmaydi, ya'ni nazariya yo'q. Bitta to'liq nazariya tuzish uchun olimlar juda ham ko'p tadqiqotlar o'tkazish kerak va afsuski biz bunday tadqiqotlar o'tkaza olmaymiz, chunki ular insoniy emas va axloqsiz. Nimaga? O'z o'ylang, bitta egizakni boshqa egizakdan 3-4 oyga ajratib, laboratoriyalarda tekshirish yaxshi ish emas. Insoniy ham emas. Bu hodisani o'rganishning yagona yo'li bu tabiiy holatlarni kuzatish. Misol uchun bitta tabiiy holat, Jun va Jennifer Gibbons. Bu egizaklar bir-biriga shunchalik yaqin bo'lganki, ular hatto o'zi tushunadigan bitta til yaratishgan.